Ko'pchilik mashinka bilan soch olishni eng oson ish deb o'ylaydi. Aslida esa bu texnikada ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor va ushbu qiyinchiliklar haqida men Shuhrat Ismatullayev hozirgi videoda sizlarga ko'rsatib o'taman. Bugun biz mashinka yordamida sochni qanday olish, qaysi xatolar bosh shaklini buzishi va professional sartarosh bunga qanday yo'l qo'ymasligini amalda ko'rsatib beramiz. Ishni boshlashdan oldin boshni ko'z va qo'l bilan o'rganamiz. Har bir bosh yumaloq, tekis yoki notekis bo'lishi mumkin. Agar bosh shakli hisobga olinmasa, eng yaxshi mashinka ham natijani qutqara olmaydi. Mashinka bilan ishlashda to'g'ri nasatka tanlash juda ham muhim. Kalta nasatka boshni yassi qilib ko'rsatadi. Uzun nasatka esa shaklni yo'qotadi. Ishni endi boshlaganlar uchun o'rta uzunlikdagi nasatkalar eng xavfsiz tanlov hisoblanadi. Lekin siz tanlagan stilingizga ham bog'liq. Mashinka bilan harakat doim pastdan yuqoriga bo'lishi kerak. Harakat oxirida mashinkani sekin ko'tarib chiqamiz. To'satdan uzib yubormaymiz. Shu usul bilan kesim silliq chiqadi va perexod bilinmaydi. Yon va orqa qismlarda mashinka boshga qattiq bosilmaydi, yengil tortiladi. Kuchli bosim bosh shaklini buzadi. Agar ish davomida notekislik paydo bo'lsa, darhol to'xtash va shaklni qayta baholash muhim. Mashinka xatoni yashirmaydi, aksincha kattalashtiradi. Mashinka bilan ishlaganda mashinkani tishini va yo'nalishini har doim qat'iy nazorat ostida ushlashimiz kerak bo'ladi, chunki ozginagina noto'g'ri harakat soch turmagini buzib, umuman boshqa formaga keltirib chiqarishi ham mumkin bo'ladi. Mashinka bilan ishlaganimizda yumshoq perehodni olib chiqish uchun bizga asosan yordam beradigan bu nasatkalar hisoblanadi. Nasatkalarni ketma-ketlik bilan ishlatish shunaqa planli perehodni chiqarishga bizga yordam beradi. Ish tugagach boshni qo'l bilan tekshiramiz. Qattiq joy yoki notekislik bo'lsa, qayta ishlash kerak. Shoshilish eng katta dushman. To'g'ri mashinka bilan olingan soch bosh shaklini saqlaydi, silliq perehodga ega bo'ladi va mijozga qulaylik beradi. Mashinka bilan ishlashda texnika eng muhimi. Tezlik foyda bermaydi. Texnika bo'lsa, natija doim barqaror bo'ladi. Mana hozirgi soch turmagimiz ham tayyor bo'ldi. Sizlar ham sartaroshlikka oid qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizlarni kuzatib boring.